Ha azizlar, bu masala bugungi kunda ham, ilgarilari ham o'ta jiddiy masalalardan biri bo'lgan. Chunki boylik haqida shu qadar turlicha qarash mavjudki, ularning barchasini o'qib inson bir to'xtamga kela olmay qoladi. Ba'zilar islom boylikni qoralaydi. Hadislarning aksariga qara, boylik zararli ekanligi aytilgan. Shuning uchun iloji boricha inson kambag'al bo'lishi kerak degan so'zlarni aytishadi. Boshqa toifa kishilardan esa islom tarixida juda ko'p badavlat kishilar o'tgan. Jannatga tushishini tirikligidayoq eshitgan 10 ta sahobiyning yarmidan ko'pi boy kishilar bo'lgan. Nima uchun islom boylikni qoralar ekan? Qaytanga musulmonlar qancha boy bo'lishsa shuncha yaxshi degan gaplarni eshitamiz. Xullas, boylik masalasi juda nozik bo'lib kelgan. Yuqoridagi holatlarni o'rganib chiqib, ulamolar bu masalada ham o'rtada turmoq afzal ekaniga ijmo qilishgan. Ya'ni islom boylikni qoralamaydi. Musulmonlar ichida boy badavlat kishilar ko'paygani yaxshi deydi. Biroq boylik insonning oxirati uchun zararli bo'lsa, undan xatarliroq narsa yo'qligini ham bayon etishadi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hadislarini diqqat bilan o'qigan kimsa, payg'ambarimiz duo qilsalar faqirlikdan panoh so'raganliklarini ko'radi va shu bilan birgalikda oxiratda foyda bermaydigan boylikdan ham qochganliklarini kuzatadi. Demak, sarvarimizning o'zlari ham bu borada o'rtada turganlar. O Zot sharifning mavqelari shunday bo'lganki, mo'min kimsaga boylik foydali bo'lsa, u boy bo'lgani, zararli bo'lsa esa faqir o'tgani xayrli deb hisoblaganlar. Bunga hayotiy dalillar to'lib yotibdi desak xato qilmagan bo'lamiz. Tarixda qaysiki qavm halokatga uchragan bo'lsa, u boylikka ruju qo'ygandan shu holga tushgan. Chunki insonning tabiatida boy bo'lgandan so'ng kibr otliq tuyg'u paydo bo'ladi. Mana shu tuyg'uga ko'pchilik yengiladi. Payg'ambar alayhisalom ham o'z hadislarida inson 3 ta holatda o'zgarishini bayon qilganlar. Ana shu holatlardan biri qo'liga katta boylik tushganidadir. Tarixda o'tgan solih insonlarning qay biri boy bo'lgani va qay biri faqirlik ostonasida kun kechirgani haqida u qadar ko'p muhokama qilinmaydi. Chunki solihlikning belgisi hech qachon boylik bo'lib kelmagan. Boylik faqatgina insonga berilgan sinovdir. Qur'onning Taloq deb nomlanmish surasi 7-oyatida Allohimiz bizga buyuradi: boy badavlat kishi o'z boyligidan, ya'ni boyligiga yarashadigan nafaqa bersin. Kimning rizqi tang qilingan kambag'al bo'lsa, u holda Alloh o'ziga ato etgan narsadan, ya'ni o'z holiga yarasha nafaqa bersin. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgan rizq ro'zdan boshqa narsaga taklif qilmas. Ya'ni har bir inson faqat Alloh o'ziga ato etgan rizqdan infoq qilishga taklif qilinur. Alloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillik boylikni ham paydo qilur. Mana shu kalimalar insonga boylik tushunchasini ochiqlab beradi. Alloh taolo o'z kalomida boylik degan so'zni ishlatganida albatta yo qattiq vaid bilan o'tmish kishilarni hikoya qiladi, ya'ni ularni berilgan boylikdan infoq ehson qilmaganliklarida ayblaydi yoki mo'min bandalarni o'zi bergan rizqdan infoq ehson qilishga chaqiradi. Demak, bundan boylikning eng asosiy jihati ehson, sadaqa va zakot degan masalalarga ham bevosita bog'liqligi borligi ko'rinadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu tomonidan mashhur bir gap dostonga aylana yozgan. Biron bir kimsa och qolsa, qaysidir boyning xassisligi tufayli och qolibdi. Bu jumlalardan chiqadigan ma'no shuki, Alloh taolo insoniyatning rizqini hammaga har xil qilib bergan-u, bandalar ehson, sadaqa va zakot orqali bir-birlarining hollaridan boxabar bo'lib turishlarini shart qilib qo'ygan. Bu yo'nalish Alloh subhanahu va taoloning cheksiz hikmati ila sodir bo'lgan. Alloh taolo kimga boylikni ato etgan bo'lsa, o'sha bandasini jiddiy sinovga taklif qilgani aniq. Ko'pchilik boylik berilishini istashadi-yu, aslida bu o'ta jiddiy imtihon yo'lakchasi ekanligini yoddan chiqarishadi. Bu boylikka bardosh bergan kishilar tarixda iymon va amal masalasida ham o'zlariga yarasha o'tganliklarini biroz unutib qo'yishadi. Tarozining bir pallasiga og'ir bir narsani qo'yayotganlarida, narigi pallasiga ham Alloh tomonidan shunga yarasha vazn qo'yilayotganligini xayollariga ham keltirishmaydi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Inson Allohning ne'matlarini qabul qilayotganida uning javobgarligini ham his qilishi zarur. Shunda boylik masalasini osongina tushunib olamiz. Inson boy bo'lsa, qo'lida puli ko'p bo'lsa, yashashi oson kechadi. Buni hech kim inkor qilmaydi. Ammo go'zal bir tartibot borki, davr qanchalik shiddatkor tusga kirsa, vaqt masalasi ham tezlashib ketgani singari, inson qancha pul topsa, o'shancha xotirjamlik yo'qolishi bor gap. Biron bir zamonda boy kishilar faqir miskinlar singari o'z uylarida xotirjam uxlay olishmagan. Xotirjam uxlashlikni istashsa, kambag'al bo'lib o'tishlari talab etiladi. Allohning ko'zga ko'rinmagan bir qonuni mavjudki, u xuddi suv qirg'oqqa kelib urilib, ortiga qaytib turgani kabi albatta o'z chegarasiga kelganda to'xtaydi. Mana shu buyuk chegara boy kishilarning hayotida yaqqol namoyon bo'ladi.
Alloh subhanahu va taolo insonlarning ba'zilariga juda ko'p boylik ato etadi, ba'zilarini esa faqirlikda o'tkazadi. Bu holat ba'zilarni o'ylantirib qo'yishi mumkin. Nima uchun? Nega degan savollar bilan qalbini tirnab o'tadi. Aslida ular umumiy bir qoidani bilib olishsa kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir boyga ko'p mulk bergan bo'lsa, uni yaxshi ko'rganidan emas, balki uning iymonini tekshirish uchun bergan bo'ladi. Bir kimsani kambag'al bo'lishini iroda etgan bo'lsa, uni yomon ko'rganidan emas, balki mana shu holatida ham qulligini unutib qo'ymaydimi degan buyuk imtihoni uchun shuni xohlagan bo'ladi. Biron bir inson unutmasinki, boylik va faqirlik shu paytgacha insoniyatning o'lchovi bo'lib kelmagan, balki bu holatlar sinovlar dunyosining turlicha maydonlaridir xolos. Kimdir boy bo'lib sinaladi, kimdir esa faqir bo'lib. Payg'ambar alayhisalom Termiziy tomonidan rivoyat qilingan hadis sharifda dunyoning qadrini pashshaning qanotiga ham tenglashtirmaganlar. Dunyoning qadri Allohning nazdida pashshaning qanotichalik qadrli bo'lganida kofirga bir tomchi suv ham bermay qo'yardi. Ha azizlar, dunyo, mulk, boylik bularning hammasi Allohimizning buyuk imtihonidagi turli tabaqadagi sabablar xolos. To'g'ri, islom tarixida juda ko'p ahli davlat kishilar o'tgan. Ularning aksari savdogar bo'lib, savdo ishlarida buyuk taqvolarni namoyish etishgan hamda to bugungacha rivoyat bo'lib kelishmoqda. Sahobiylardan Usmon, Talha, Abdurrahmon ibn Avf va boshqa bir qator sahih zotlar tomonidan ko'rsatilgan muruvvat dostonlarga aylanayozgan. Keyingi asrlarda ham sahovatlari bilan tanilgan Abu Hanifa, Imom Malik va bir qator zabardast ulamolar hayotini tinglasak, ko'zimizga yosh keladi. Bu voqeatlarni o'qigan kimsa, qaniydi men ham boy bo'lsam, tinmasdan saxovat ko'rsatardim, juda ko'p ajrlar bilan Allohning jannatiga sazovor bo'lardim deb yuboradi. Ammo bu yerda banda ana shu boylik uni jannat sari emas, balki jahannam qa'riga yetaklab ketib qolsa-chi degan fikrni o'ylab ko'rmaydi. Aslida Alloh subhanahu va taolo har bir bandasining holatini o'sha bandasining o'zidan yaxshi bilgani uchun unga kerakli miqdorda ne'matlarni ato etadi. Agar banda o'ziga katta baho berib, haddidan oshadigan bo'lsa, Parvardigorning sinoviga beli sinib qolishi hech gap emas. Banda bu yerda asosiy masala boylikda emasligini bilishi lozim. Asosiy masala iymonda. Iymon qancha baquvvat bo'lsa, shunchalik buyuk maqomlarga erishadi. Agar iymon dosh bermaydigan bo'lsa, Abu Hurayradan kelgan hadisga ko'ra, birinchi bo'lib do'zaxga uloqtiriladigan kimsa ham sahiy boy ekanligini eslatib o'tamiz. Uning sahiyligi odamlar orasida mashhur bo'lib ketgan. Hayotlik davrida hamma u jannatning yuqori darajalaridan birida bo'ladi degan taxminda bo'lgan. Ammo Alloh uning sahiyligi riyo uchun bo'lganligini yuziga solib do'zaxga uloqtiradi. Demak, gap boylikda emas ekan. Agar gap boylikda bo'lganida, birinchi navbatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlari boylikka intilgan bo'lardilar. Bu zot sharif insoniyatga ibrat bo'larli darajada taqvo yo'lini tanladilarki, uylarida bir necha kunlab qozon qaynamagan paytlari bo'ldi. Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sahobalari dunyoning eng sodiq kishilari edilar. Agar nomiga menga har kuni falon narsalar kerak desalar, uylari qasrlarining qasriga aylanib ketardi. Ammo Rasululloh oddiy hayot tarzini tanladilar. Shu bilan birgalikda ummatlarga duo qilishni o'rgatganlarida faqirlikdan panoh so'radilar. Bu qadar o'rtada turish, bu qadar masalaning mohiyatini ochib berish payg'ambarimizning Dorul Fununlaridagina bo'lgan deb o'ylaymiz. Chunki sarvarimiz o'z ummatlariga eng asosiy narsani o'rgatib ketdilar. Boylik ham, faqirlik ham faqat Allohdan. Boy odamlar qo'llarida turgan mulk aslida o'zlariniki emas, balki olamlar Robbisiga tegishli ekanligini har lahza yodlarida olib yursinlar. Faqir kimsalar ham dunyodagi kambag'allik jannatga vosita ekanini hech qachon unutmasinlarki, payg'ambar alayhisalom hadislarida jannatning asosiy qismi faqir, miskin kimsalar bo'ladi deb marhamat qilganlar. Xullas, biz bugun biron bir toifa vakillarini maqtamoqchi ham emasmiz. Tanqid ostiga olish niyatimiz ham yo'q. Biz bir narsani aytib qo'ymoqchimiz xolos. Kimda kim shu paytgacha aziz bo'lgan ersa, ularni aziz qilgan narsa iymon va taqvo bo'lgan. Shu ikki buyuk qurol ila qurollansak, boylik atalmish yov ham asirimizga aylanadi. Asir bilan esa xohlagancha muomala qilishga imkoniyatimiz bor. Allohning o'zi bu borada bizga madadkor bo'lsin.